Namozga e'tiborsiz kishiga malol keladigan narsa namoz emas, aksincha dunyoda abadiy qolaman deb o'ylashi. Mana shuni abadiyat vasvasasi, mangulik tug'yoni deyiladi. Bu dunyoda abadiy yashab qololmaymiz, lekin xuddi muqim yashaydigandek namoz o'qimaymiz. Bu qanaqasi bo'ldi? Bu namoz deganing o'qiganing bilan tugamaydi. Sug'urtalangan ishga o'xshaydi. Kafolat muddati yillar davomida eskirmaydi deb o'ylaymiz. Umrim o'rtacha 60 yil bo'lsa, bir kunda 5 vaqt namoz o'qisam, 109.500 marta namoz o'qigan bo'laman deb namozning miqdorini hisoblab chiqamiz. Holbuki xufton namozini o'qigan kishini bomdod namoziga uyg'onishiga kafolat yo'q. Agar shu e'tiqodda yashasak, o'zimizni bu dunyoda mangu qoluvchilar deb bilmaymiz. Namozga esa og'rinib emas, haq ishqida o'rtanib turamiz. Biz o'sha lahzalarni ko'ra olmaganimiz uchun o'zimizni abadiy yashaydigandek tutamiz. Shuning uchun ham namozga dangasalik bilan boramiz. Muammoyimizning ildizi yana kelib iymonga taqaladi. Hayot davom etyapti va Alloh bir kunda 500 ming insonning jonini olarkan, 600 ming kishiga hayot beradi. Aniqroq aytsak, bir kunda bir shahar vayron bo'lsa, boshqasi bunyod bo'ladi va bu alg'ov-dalg'ovliklar aro biz ham abadiy qoluvchi emasmiz. Kunlarning birida azonsiz takbir kifoya qiladigan namoz o'qiladi va unda bizning vafotimiz e'lon qilinadi. Sevganlarimiz bizdan qolgan mol-mulkni bo'lishar ekan, tuproq ostida jasadimizni qurt-qumursqalar bo'lib olishadi. Qarabmizki, yerga yem bo'libmiz. Afsuski, hayotimizda ishlarning ahamiyatlilik darajasi orishib ketgan. Aksariyatimiz dunyoni boqiy bilganimiz uchun, tashvishu yumush tugab bitmasligini o'ylaganimiz uchun barchasini keyinga suraveramiz. Ahamiyatsiz ishlarni muhim ishlar o'rniga chiqarib qo'yamiz. Namozda butun borliqni yaratgan Alloh taolo huzurida turasiz va u sizni eshitadi. Do'st birodarlaringizdek malollanib emas. Ajabki, biror mansabdor bilan tanish bo'lgan kishi falonchi bilan oramizdan qil o'tmaydi deb maqtanib yuradi. Bu ishonganingiz ham Allohning quli emasmi? Shunchalar ta'rifini keltirdingiz, nima u sayyoralarni aylantira oladimi? Jannat u do'zaxga molikmi? Quyoshga hukmi o'tadimi? Borliqni qudrat qo'li bilan yaratgan Alloh bizni o'zi bilan suhbatga chorlab, kel o'zimga barcha xatolaring, gunohlaring bilan kel deydi. Lekin biz Allohni tanimagan bandalar uning buyukligiga namoz orqali shohidlik bera olmaymiz. Ruku va sajda Allohning zoti jaloli qarshisida qanday turish kerakligini ko'rsatib beradi. Axir qaysi fuqaro o'z olampanohi qarshisiga boshini xos tutib chiqadi? Boshqalar oldida qaddini har qancha tik tutmasin, amiri poyiga kelganda yiqilmaydimi? Alloh uning podshohidan ulug'roq-ku. Namoz bandaning qullik, Robbining esa qudrat darajasini yodga soluvchi visol ko'prigidir. Demak, biz Allohning qudratini, bizga bo'lgan munosabatini ilg'ay olmaymiz. Ulkan borliq egasi sizni bir soniyaga ham unutmaydi. Siz esa 4 chaqalik dunyo masalalari bilan ovora bo'lib, u zotni unutib qo'yasiz. Bu bilan namoz halovatini kashf qilib bo'lmaydi. Namozda Alloh sizni o'ziga ham suhbat ko'rib, dillashishga chaqiradi. Bir mansabdorning huzurida qancha ko'p qolsak, shuncha lazzatlanamiz. Namozda ham o'sha mansabdorning, ham uning egasi bo'lgan zotning huzurida bo'lamiz. Lekin buni anglay olmaganimiz, Allohni tanish ma'rifatini bilmaganimiz uchun ham iymon va e'tiqod tushunchalarini bir nuqtada jamlay olmaymiz. Huzuriga chorlagan mezbon darajasini bilmaganimiz uchun namozni o'zimiz bexabar, oddiy o'tirib turish mashg'ulotiga aylantiribmiz. Bu ma'lumotlarning barchasi Mehmet Yildizning Alloh bilan ko'ngil suhbati namoz kitobidan o'qib berildi. Kitobning keyingi sahifalarini tez kunlarda o'qib eshittiramiz. Bizdan uzoqlashmang.